Pinterestda shunaqa rasmlarga ko'zim tushib qoldi. Bu qizlarning chiroyli sochini o'rib olganini. Sochim как раз qiriydi. Tez foydalanish kerak. Как раз sizlarga hammanglar so'rayotgan soch o'stiradigan spreyimni ham maqtanib ketaman. Buni effektini ko'rganimdan keyin har kun irimmi ishlataman. Sizlarni ham sochinglar mendek o'sishga qiynalayotgan bo'lsa, mana shu spreydan bitta ishlatinglar. Ildiziga sepib, keyin yaxshilab masaj qilib yuborasizlar. Meni mayda sochlarimni qaranglar, yaqinda oldirib keluvdim. Uje qanaqa darajada o'sib ketgan. Ya mayli, kalta qilib, lekin cho'ka kesganim esinglardami? Hozir shunaqa uzun bo'lib ketgan. Spreylarimni sepib oldim. Endi o'rtadan farqimni ochib, sochimni ikkiga ajratib, taro bilan yaxshilab tarab, zinkada bitta tarafini yig'ib olamiz. Voy, menga yoqadi mana shunaqa. Rosa kichkinaligimda ham echki bo'lib yurardim. Hop qilib, bitta perexod bilan ikkinchi tarafini ham yig'ib olamiz. Ja, rasmdagi qizlardagi chiroyli bo'lmasam ham, sochim o'xshab chiqsa bo'ldi. Endi ikkita tarafini ham o'rishni boshladim. O'rib, ikkalasini ham rezinka qistirib, mayda sochlarim har qayoqdan o'sib chiqib yotibdi. O'shanga uni ham qotirib olamiz yaxshilab. Mana shunaqa qotirishga